Buxoroga mana yuklandi. Akamiz telefon nomerlari chotki bo'lib yozilyapti. Xabarimiz aka, necha kunda borasiz Buxoroga endi? Qani aytingchi? Bugun yuk sizga olib kelib bersak, necha soatda yoki necha kunda yetib borasiz Buxoroga? Soatini problem ertaga. Bugun yuklanyapti, ertaga yetib borasiz. Ertaga. Ha. Akamiz mana Buxorodan kelishga yo'l qalay aka? Yo'l zo'r. Zo'rmi yo'l? Zo'r. Dahshat. Kelsa bo'ladimi yo dastavkaga biz chiqarib yuborsak bo'laveradimi? Bunaqasiga ham, dastavka tinch. Dastavka tinch. Yanagi safar kelib, Avora bo'lib yurish shart emas. shart bo'lsa, bizni ishlatsin odamlar, sifat tekstilni. Shunaqa. Sizda taklif qanaqa aka? Qaysi? Hammasi yaxshi. Dastavka tinchroqmi? Mana bizni ukamiz bor. Ishonch hosil bo'lsa, ishonchli. Xudo xolasa. Hamma qanaqa tovar kerak bo'lsa, video qilib rasmlarigacha sifatiga tashlab beradilar. Xudo xolasa. Chiqarib yuboramiz. Ha, ko'ngildagidek qilib mana tanish. Boyaga shu endi pasyapti, sizni suhbatingizni olagan. Borib yetkazib berishadi. Mana eng TikTok kerak akamiz Borlarga shukr zo'r. Aladiz biza kutgandan ham yaxshi. Chotki bo'ldi, Xudoga shukr. dastavka tinch, mabodo viloyatlardan kelmayman, dastavka chiqarib yuborasiz Birinchi deganlar. marta keldim, Xudoga shukr, ishonchli bolalar ekan. Ertadan keyingi kunga yana yuk chiqaraman, o'zlari dastavka qilib beradi. Kelib o'tirish kerak emas. Agar yuklarni ko'rmoqchi bo'lsangizlar, Buxoroga 7-mikrorayonga borasizlar, hamma yukdan assortiment bor. Mana yarmi so'zga qilib yukladik. Rahmat barchaga. Kimga kerak bo'lsa, tovarlar telefon qilasizlar, dastavka qilib ham chiqarib yuboramiz. Mahsulotlarni o'zingizga bemalol 100% ko'rib zakaz berishinglar mumkin. Omad barchaga.